14-asrning oxiri Amir Temur o'zining kuchlari bilan katta davlat barpo etdi va ko'p mamlakatlarni o'ziga bo'ysundirdi. Amir Temur yosh bo'lmaganiga qaramasdan, u o'zini yutuqlari bilan chegaralanib qolmoqchi emas edi va davlatining hududlarini kengaytirishni davom etar edi. Sharqda Amir Temur yaratgan davlat Qora Qayonlu bilan chegaradosh edi va u ko'chmachi qabilalarning konfederatsiyasi edi. Bu davlat katta territoriyaga ega edi, lekin ichki nizolar tufayli Amir Temurga qarshi chiqib bilmas edi. 1392-yilda Amir Temur Qora Qayonlu shimoliy qismini zabt etish qo'ldan keldi. Poytaxti Tebriz bilan birga Qora Qayonluning podshohi Qora Yusuf qochib ketishga ulguradi. U Bag'dodga qochib ketib, Amir Temur bilan jangni davom ettirish uchun qo'shin yig'ishni boshladi. Amir Temur yurishini davom ettirdi va ko'p vaqt o'tmasdan uning qo'shinlari Bag'dodga kelib qoldi. Amir Temurning lashkarlari yaqinlashganda Qora Yusuf Bag'dod amiri bilan birga shahardan qochib ketadi va mamluklar davlatiga kelib qoldi, Barkuk sultoni davlatiga. Lekin bu safar omad Qora Yusuf tomonida bo'ldi, chunki ko'p vaqt o'tmasdan Amir Temur va To'xtamish o'rtasida jang boshlanadi. Amir Temur Oltin O'rda tomon ketgani bilan foydalanib, Qora Yusuf sulton Barkuk yordamida Tigr va Yefrat orasida joylashgan Bag'dodni qaytarib oldi. Oltin O'rda bilan jang bir necha yil davom etdi va To'xtamishni yengib, Amir Temur Oltin O'rda tomonidan kelayotgan xavfni yo'q qildi. Va Oltin O'rdada ichki jang va nizolar ko'payib ketdi. Oltin O'rdani yenggandan so'ng Amir Temur o'z davlatini kengaytirmoqchi bo'ldi. Shu paytda Usmon sultoni Boyazid I Amir Temurga o'xshab davlatini kengaytirish bilan mashg'ul edi. Boyazid uchun vaziyat yaxshi edi. Uning lashkarlari ko'p bo'lib, u Balkan yarim orolini ko'p yerlarni bosib oladi. Anatoliya beylarining ko'pchiligini o'ziga bo'ysundirgan edi. Unga faqat Konstantinopolni zabt etish qolgan edi xolos va shu bilan u qolgan Anatoliya beylarini o'ziga bo'ysundirar edi. Amir Temur hali To'xtamish bilan jang qilayotgan paytda Boyazid bilan sulh tuzmoqchi bo'ldi. Boyazidga yozilgan maktubda Amir Temur Oltin O'rdaga qarshi birlashishga chaqirdi. Balkan tarafdan unga hujum uyushtirishga taklif berdi va Amir Temurning dushmanlariga qo'nim bermaslikni so'radi. Boyazid Amir Temur bilan yaxshi aloqada bo'lishni tanlamasligi sababi hozirgacha noaniq, lekin To'xtamishga qarshi chiqishga u rozi bo'lmadi. Bu ishi Amir Temurning g'azabini keltirdi va Boyazidni do'st sifatida ko'rmay boshladi. Usmoniylar sultoni o'zining kuchlarini Bursa shahri yaqinida to'plashni boshladi. Amir Temurning yurishini xavfini sezgan holda Boyazid hamma kuchlarini bitta joyda to'plashga harakat qildi. Bu uchun u o'zini lashkarlariga zabt etgan yerlarni qo'shinlarni qo'shishni boshladi. Lashkarlarni yig'gandan so'ng Boyazid Anatoliyaga chuqur kirishni boshladi. Tog'li hududda joy olib, keyingi jangda ustunlikni qo'lga kiritmoqchi bo'ldi. Shu payt Amir Temurning lashkarlari jiddiy qarshilik ko'rmasdan Kemah va Sivas shaharlarini zabt etdilar. Bundan keyin ular Anatoliyaga eng katta shahri bo'lgan Ankara tomon yo'l oldilar. Boyazid Amir Temurdan Ankaraga tezroq yetib keldi. Amir Temurning joyini aniqlashtirish uchun Boyazid oldinga kichik qo'shinlar yubordi. Usmoniylarning lashkarlariga Ankaradan ancha janubda hujum qilindi. Buni bilib olgach, Boyazid Amir Temur uni flankdan o'tib ketmoqchiligini o'yladi. Shu sababli u o'zining lashkarlariga dengiz tomon yo'l olishga buyruq berdi. Ankaradan ancha uzoqqa borib qolib va Amir Temurning uchrashmasidan so'ng unga ayyorlik ishlatilganini tushundi. Bu vaziyatni Boyazid hamma oziq ovqatini Ankarada qoldirgani
yanada battar qilardi. Bu deganiki, qancha ko'p vaqt o'tsa, shuncha ko'proq muammolar tug'ilib chiqardi. Boyazid Amir Temurni izlayotgan paytda Amir Temur Anqaraga yetib keldilar va shaharni blokadasini boshladilar. O'zini xatosini tushungan Boyazid Anqara tomon yo'l oldi va shaharga tezlikda yetib keldi. Amir Temurning iste'dodi Boyazidni qiyin vaziyatga tushirib qo'ydi. Lashkarlar ko'pligi bo'yicha ustunlik Amir Temurning tomonida bo'lganiga qaramasdan, Usmoniylar tezda hujum qilishlari kerak edi. Chunki Anqarani zabt etishlari va oziq-ovqat bo'lmasligi ularni yanada qiyin ahvolga solib qo'yar edi. Amir Temur va Boyazid o'rtasidagi asosiy jang 20-iyul 1402-yilda bo'lib o'tdi. Lashkarlarning soniga qaraydigan bo'lsak, Boyazid 85,000 askar to'plagani haqida yozilmoqda. Amir Temurning kuchlari ko'proq bo'lib 140,000 askardan tashkil topgan. Lekin bu raqamlarni zamonaviy tarixchilarning ko'pchiligi tanqid qiladi. Gap shundaki, bunaqa katta kuchlar bilan yo'lga chiqish o'sha payt amr mahol edi. Ikkinchi versiyaga qarasak, Boyazidda 25,000, Amir Temurda 35,000 gacha lashkar borligi yozilgan. Boyazidni bunday qiyin vaziyatga tushishi Amir Temurning g'alabasi edi, lekin asosiy jangda nima bo'lishini hech kim bilmas edi. Anqarani yaqiniga kelib, Usmoniylarning qo'shini jangga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Ko'pchilik bo'yicha ustunlik Amir Temur qo'lida bo'lganini bilgan Boyazid qo'shinni qanotlarini susaytirib, markazni kuchaytirdi. Sultonning rejasi bo'yicha qo'shinni qanotlarini raqibini hujumiga faqatgina turib berishi kerak edi xolos. Kuchaytirilgan markaz esa jangni taqdirini hal qilishi kerak edi. Boyazidning chap qanotida Anatoliya beylari joylashgan edi. Ularni sultonning o'g'li bo'lgan Sulaymon boshqarar edi. Usmoniylarning o'ng qanotida esa yaxshi qurollangan serb otliqlari joylashgan edi. Ularni Serbiya knyazi Stefan Lazarevich boshqarar edi. Qo'shinning markaziga yanicharlarning korpusini joylashtirdi va ularni Serbiya va Rumeliya piyoda jangchilari bilan kuchaytirdi. Yana markazda Boyazidning ikkinchi o'g'li joylashdi. U sepahlar bilan totor otliqlarini boshqarar edi va ular zaxira vazifasini bajarar edilar. Usmoniylarning Anqarani yaqiniga kelganlaridan so'ng Amir Temur o'zini qo'shinni jangga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Amir Temur o'ziga odatiy bo'lgan tuzilishni ishlatmoqchi bo'ldi. Qo'shinni qanotida otliq kamonchilardan iborat bo'lgan kavaleriyani joylashtirdi. Amir Temurning markazi esa yaxshi himoyalangan edi. U otliq va piyoda askarlardan iborat edi va ular fillar bilan kuchaytirildi va yaxshi qurollangan zaxirasi ham bor edi. Jangni Amir Temur boshlab berdi. U qanotlariga raqibga zarba berishni buyurdi. Amir Temurning kavaleriyasi kamonlaridan Boyazidni qanotlariga zarba berishni boshladi va ularni harakat qilishga majbur qildi. Ko'p vaqt o'tmasdan qanotlarda qonli jang boshlandi. Anatoliya beylari Amir Temurning kavaleriyasining birinchi zarbasini bardosh bera oldilar va ularni jang bilan bog'lab qoldilar. O'ng qanotda Serbiya otliq askarlari raqibni ko'pchiligiga qaramasdan nafaqat Amir Temurning askarlarini to'xtatish va ularga bosim o'tkazish ham qo'llaridan keldi. O'zini qanotini yo'qotmaslik uchun Amir Temur ularga yaxshi qurollangan otliqlardan iborat yordam jo'natdi va o'ng qanotda son jihatdan yaqqol ustunlikni yaratdi. Shunga qaramasdan serblar jangni davom ettirishdi. Tarixchilar aytishadiki, Amir Temur serblarni jang qilayotganini ko'rib, ularni dovyurakligi va mahoratiga katta baho berdi. Chap qanotdagi vaziyat vazmin ekanini ko'rib, Boyazid totor otliq askarlariga qanotga yordam berish uchun jangga kirishga buyruq berdi. Lekin bu yerda uni yomon surpriz kutar edi.
Gap shundaki, Amir Temur nafaqat iste'dodli qo'mondon, u yaxshi diplomat ham bo'lgan edi. Jangdan oldin u tatorlar bilan muloqotga kirishgan edi va ularga 2 barobar oylik berishga va'da qilgan edi. Va ular Anatoliya beylariga yordam berishni o'rniga ularni orqa tomoniga zarba berishdi. Chap qanotni qutqarish uchun Bayezid zaxirani boshqargan Mehmetga jangga kirishga buyruq berdi. Sepahlar tatorlarni orqa tomoniga zarba berishdi. Usmoniylarning zaxirasini zarbasi yaxshi chiqqaniga qaramasdan, u vaziyatni jiddiy o'zgartirmadi. Anatoliya beylari mag'lubiyatni sezgan holda chekinishga qaror qilishdi. Ulardan keyin jang maydonini Usmoniylarning zaxirasi Mehmet bilan birga qochib ketishdi. Usmoniylarning chap qanotini yenggandan so'ng bosh kuchlarni Amir Temur o'ng qanotga yordam sifatida jo'natdi. Serblarni Bayezidning qo'shinini markazdan uzish uchun. Stefan Lazarevich tajribali sarkarda bo'lgani uchun bunaqa ayyorlikka yo'l bermadi va jang bilan Usmoniylarning markaziga yetib bordi. Mag'lubiyatni sezgan Bayezidning jangchilari jangni davom ettirishga qaror qiladilar. U o'zini askarlariga tepalikda jangga tayyorlanishga buyruq berdi. Serbiyaning kavaleriyasi esa o'ng qanotni himoyalashi lozim edi. Usmoniylar yangi pozitsiyani egallagandan keyin Amir Temurning asosiy kuchlari tomonidan ularga zarba berildi. Serb otliqlari o'zidan son jihatdan ko'p bo'lgan raqib bilan yana uchrashdilar va Bayezidning qanotini himoyalashga harakat qildilar. Lekin tezlikda Amir Temur ularni qarshiligini yo'q qildi va ular chekinishga majbur bo'lishdi. Undan keyin Amir Temurning qo'shinlari qolgan kuchlarni o'rab olishdi va qonli jang boshlandi. Yanichlarlar jangni davom ettirishdi, lekin baribir bunday katta bosimga bardosh bera olmadilar. Amir Temur g'alabani nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Bayezid yaxshi qurollangan otliqlar bilan jang bilan chiqib ketishni harakatini qildi. Amir Temur bunday bo'lishini kutmagan edi va shu sababli Bayezid aylanadan chiqib bo'ldi. Lekin baribir Usmoniylar sultoniga omad kulib boqmadi, chunki Amir Temurning otliq kamonchlari uni quvlab qo'lga oldilar.